Qadrdonlar, assalomu alaykum. Ishlab chiqaruvchi akalarimizda MDF eshik romlar va Akfa eshik derazalarni bitta chiroyli obzorni qilamiz. Ko'rishlari mumkin, vibr juda ham katta. Aka, bularimiz yog'och ekan-a, bularmi? Ha, yog'och endi. Narxlari necha puldan bo'lyapti bular? 520 ming so'mdan. Shu turishi 520 ming so'm. Kraskasining farqi o'zgarsa narxi o'ynaydimi? O'ynamaydi. O'ynamaydi. Bularimiz ham shu. Narxi necha pul? Buncha kattaroq ekan? 580 ming so'm bular. 580 ming so'm. Eshiklarimiz 85 ga 205, 85 ga 210, 242 gacha bor. Xo'p. Narxlari nechidan necha puldan necha pulgacha bo'lyapti? 470 ming so'mdan bular. 450 tadan beriladi. Yo'q-a? Shuni arzonmi aka sizlarda? Ishlab chiqaruvchi akalarimiz mana 570 ming so'm ekan, ko'rishlari mumkin so'z isbot bilan shu turishi. Shu zo'ridan bo'ladi. Mana bliski berib turibdi. Xaltura ishlar emas, hammasi original. 460 ming so'm ekan, narxlar yozilgan, ko'rishlari mumkin 460 ming so'mdan. Undan tashqari bunday bejirim, kirchimoq, qora svetlari bor ekan. Qanot. G'idir-bidir zo'rdan ekan. Necha pul bu narxi? 850 ming so'm. 850 ming so'm. Qanot. Mana bitta sal pastroq bor ekan, bu gazxonalarga bo'lsa kerak, по-моему. Narxi necha pul buni? Bular 470, 400. 570 ming so'mlik ham bor ekan mana. Xullas, akalarimiz ishlab chiqarish dargohi juda ham keng. Kimga necha razmerlik kerak bo'ladigan bo'lsa, aka yasab beraversangiz akasiga. Yasab beriladi. 570 ming so'mdan mana shu eshik derazalarimiz. Ko'rishlari mumkin. Xullas, tashqarida ham Akfa ishlab chiqarishar ekan. Ulardan ham bitta hozir qisqa video obzor qilamiz. Adres tushuntirib o'tamiz. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'jay qishlog'idan bo'lyapti. Mana bu tomonimiz Bog'dod, bu tomonimiz Rishton. Pastdagi raqamga aloqa chiqarasizlar. Hammaga rahmat, like bosib qo'yasizlar.